bir savdogar o'g'li hech oldida o'tirmasmisda o'zidan o'rgangan bozorga chiqib ketaverar ekan. Bolam, oyoq qo'limdan quvvat ketib ketadigan bo'laman. Bir kun o'tir bozorga chiqma bolam. Bu imoratni qara, mana shu otam yotqizib qo'yib yuguraverardim bozorga. Mana qasr imoratni senga qurib berdim. Topgan mol dunyoyim nevaramgacha yetadi. Endi birpas oldimda o'tir jon bolam. Senga ikkita so'zim bor. Etti indin jonim chiqsa, mana shu oyog'imdagi eski paypog'imga o'rganib qoldim. Shu bilan ko'mishsin bolam, et. Yechmasin, bitta vasiyat. Ikkinchisini men unga yozib qo'yimman, ko'mi bo'lgandan keyin o'qiysan. Ota shunday deb ertasiga dunyodan o'tdi. Otam vasiyat qilganlar payponi yechmaysizlar deb turib oldi. Payponi yechmasa cho'mil yuvish bo'lmaydi, bu shariatda yo'q. Otam aytgan, otang u sakratda aytgan jon talvasasida bo'lmaydi. Yo endi vasiyat bo'lmasam o'zing yuv, o'zing ko'm. Biza ketdik deganda ha bo'pti yechinglar dedi. Oyoqda paypo yechildi, yuvib kapallab go'rga qo'ygandan keyin ikkinchi xatni o'qiysa, ko'rdingmi bolam, rosa mol dunyoni topdim, bitta eski payponi olib ketolmadim. Shunga qarab mehr qo'ygin. Odamiy zotni oqibatini esingdan chiqazma. Men ham otamni mana shunday tashlab pul topaman deb ketaverdim, yuguraverdim. Ming afsuslar chekamanki, birdam oldilarda o'tirmaganimga degan ekan.